Birinci avaz bek, soğuk ketmiyor da ka. Ben bek soğuktan korkmadan devamlı kılın kirip yurdu karşım ben. Onun üstüge bize yaşlı yuğuda kırıp kalğanlar asan zükamdap kaldıgan. Siz tek yaşlı çoğun emas deyme. Kırıp kettim ben. Üzerinde ısı saklaydı. Sıktığanı yatmayı ki. Bir kesallap kalsak bizim planlarımızda hiç gün kendini söyleyip düşünemez. Şu. Ten sağlık zor bayılıkken. Şumuş aldıdılar bir yerde diye bu Amrak maşinanın maşin mülazmet merkezi. Şu yerde bop kalan iken bu sahkam. Maşallah diyeceğim ama. Maşinisini şu almaştırın desem Amrak maşinan maşin berdi, ammaydığını hemen de. Unmadı. Amrak maşinanın gongo sakaldı da maşin talep kılıp çıktı. Maşin talep kılıp Yaman cuma. Hem de asta iyi maşin amması. Bu sizdeki mihmallarımızı biz sakladık koyup. Aldıdan bir qarab bakayman. O şey turup etipti. Bek to'g'ligan chiroy. Bu mashinasi yo'lda qo'yapti da. O'zining o'rnini bildik-ku. Voy, aka. Qo'toq bek turgilib qol. Mehmon ya. Voy. Qanday Yaxshimi? Qanday qatılcan? Ko'zayniki o'dilib ketib ko'may qapti aka. Ko'zaynigim Nima yaxshi emas-da. Boshqa mehmonni o'zingiz besib ekilib, meni xotindan keldi-da buzak ketib. Bu sizlerle şundan görüşme deb aldırap. Ben maşinam davamlıq çıkmış. Aziz mehmonlar bilan bek aziz bilan ko'rishim deganda tırnaq chiqdi. Bu mashin to'l kashila. Hozir yenim buzilib ekan. Mashinada aylasak may ketib emasmi? Chiqim bo'ldi. Ya. Mayga chidab og'am mashina. Lekin xel qimmat pullig'in og'am. Men mashinamdan yaqindan yaqin nim deydi. Ya bu amroq mashinam bir mashina atlamidi. Adil akam bilan digitoq gongo qillar. Men rasulay bu mashina qilishga. Oshunda bir qilinglar bu mashin buzildi desam, ajab settirdi oldi. Ama canlılar yaxşı tanışma emasmi? Oshunda mı? Mashin bir keltiringlar adash. Men bir olsam olay, men to'liq mashin buzildi deb programmaga nanki chiqib qolvatam demiş qilib. Biz bunda aldırmay chiqsak o'ta qolsam sizga saqlab turib ketdik. Men deya xijil bulab. Saqam asli vaqtda bek riayat qildi-ku. Mashinasi. Bizzat bugun xotinning ishlari kelmagansiz. Ha? Bugun xotinning ishlari kelmagansiz. Ha? Hozir bir qo'psanlar 2 vatda ishlar. Ranglik degan ranglik ishlarni olamizlar. Nima sizlar bir sahne chiqqanda kostyum burlik kiyib qo'yadi? Hayır, jiborim bor. O jiboyim bor. Odatga emas, men ko'rib kelsam baribir paniklar tartibli ulashirdi o'g'lim. Oshnama? Alishmitlar. Voy buldi. Ko'prak bir otdachilik qilib qo'yasizmi? Adiljon. Buta. Voy men kayfiyat. Men sahkamning kayfiyatini o'xshayman. Siz kayfiyat deb boqchaman, kayfiyatingizni o'xshaydigan tayyorlik qilmaysizmi? Oshnaq bir qilgan afkam. Adiljon akam, bir sho'x turib emasmisiz? Sho'xlantirmiz ha? Bir kayfiyat tanishamiz da shunda qilmay. Yagish o'ylandim. Gel kichkina qalanglar bormi? Ba, chataq yo'q. Mayoq bir o'sidek bir narsani ko'rib qoldim ya men. Ko'rmasa? Ko'rdim. Mashina kamri. Qanday o'ynasanlar yutib. Bu amsi bir samoq tushutaydi. Sol sama degan bilak bunda. Sol. Sama degan boshqa. Sama degan boshqa. Shoh! Ostrov tavozimda. Ha, ma'qul. Ovozda aytib o'tdimda. Ashtoq. Ha! Amına. Şuna kedi. Ha! Jellik beni tushmoqda. Keyin ishlab bezda. Altında bir mora. Altında bir mora. Altında bir mora. Altında bir mora. Başlaymayan çok anla. Çınlan kaldı ki mora.
çekmegen çokanla açılan kaldı ki doğra. Tızlaymam ya da bu çökülem sen. Hey. La kaldı ki neden açılan koluna ya. Çıllan kaldı ki neden açılan koluna ya. Oynadığını koymam sen. Köngüm halıda. Şu emes mi? Hey! Oynadığını koymam sen. Köngüm halıda yere. Ha? Yaraysa. Keyfiyat üşüyoruz. Ara. Üşüyoruz. Mümkün çıktı mı ne? Yok keyfiyat mümkün çıktı dedi. Persentten misal çıkıyor lan. Ben her vakit keyfiyatim mümkün durdu. Ben şunu yes kılmadım. Keyfiyatni Gerçi Adilcan'ın yeşi birek bağım bolsun. Gör. Demir çıkan bolsa. Nimeye çıkan? Demir çıkan bolsa. Gerçi Adilcan demir şişik taşkan bolsa. Lekin şok tetik. Bu yaxının hazırkı roy haltı del özünün aşı kıran o vaxtları yani 18 yaş, 20 yaş yigitlik aşı devirlerge oxşaş şaş yaş turalay demez mi? Seniz usullu oynavatkan, kaçalı karşı usul oynavatkan bu Adilcan. Sekrabda turuvatkan. Sekrabda turuvatkan. Şonla aşkımı bazen bir vaqala yüz berdi. Ay, nima Adilcan da o sizlarniki oldu bilen hocam. Oyma usul oynapmı? Yaxshi bo'y havuzga ishlagan man. Kayfiyatınız yaxshi vaqtida bir qaytadan qarshi elyapmamsiz? Ey! Ha? Pocha o'tir ya. Belki ekran aldık dostlarımız kötüler. Hemen Adilcan hemimiz ekranlarda köygəndək şunçilik, şox, şunçilik cuşqun qiyafəti bilen özününki icadi köyleri bolsun, xalq axanları bolsun, məzmunluq köyleri bolsun, her vaqt bizə ait zoq ata qılıb bizim keyfiyyatlarımızı toxtumay yaxşı tanışıb kelayotgan bizden en talantlı hemimiz qayıl bolğan iqtidarlıq naxışçımız. Programımızga chin qalbimdan təklif etdim ağaynab Adil. Başqadan qayıl olmuş, İsa'dan qayıl olmaq bekler. Qayıl olmur. Qayıldan qo'rtangi bağa vaqtida baq qayılıb ketgan ya men. İşte ya. Bir mundaq bizni bir kutib oldinglar. Go'sht kebablar bilan. Go'sht kebab, qo'rtanga basam kebabli yeysan ki. Örümcek sak kutib olmaysiz ekansiz biroq. O bayting haram bag'dan chiqding ya da. Pulsiz tumidingiz. Bizning shirkatda o'ynagan o'sha. Ya sizningini esa. Ma'qul bugun neysilar? Men nima qilay bo'ldi? Demak shu vaqtda o'tkir. Adiljonlarning o'sha bir ansambl ketdi degina. Biz Urumchidan shu vaqt bir necha mehmon kelgan o'sha. Bular o'sha bir chiroyli bo'lgan bir chidirga bog'lab akirib. Qamchilar. Adilcan akamdan hamda yaqinda ma saroy mashrifidaymiz. Osh butun davlat aka. Siz vaqtlarda yo'q-da, to'g'ri. Sayyoq bosingizmi bor bu naqsha? Mashinamizdami bor? Hamda biz ko'nroqmi deyishili. Adilcan akam bir ash ko'na vaqtlardan tatib bir dapamizmi nima gaplar bor degiday. Shu. Zodi men shuni so'ramoqchi edim. Anglamagan gaplarni-chi? Ya ki sen. Rasm deymi yo yasab deymi? Ya, rasm. Bizim Amrat mashinamdik ma uçuruş programısı yasalımlıktan xali. Beşten xali dep anlaganman. Beş güzel buluş degan. Onda qolsa men miladi 1992-yildan 95-yilga. Men 92 tug'ildim deydi qolsa. Ya, ondasa ag'in bo'ldi deganman. Ta'minot sodi maktabini bitirib, nima maktab ne? Ta'minot sodi maktab. Ta'minot sodi maktab. Bu kooperativ deydigan bir yer. Ha, ta'minot sodi kooperativi. To'g'ri. O'sha maktabda o'qib, men 95-yilda Qarabaqshlarlik ta'minot sodi kooperativ ishga tushgan. Ishga tushgandan boshlab o'qitib kelsak shu vaqtda bizning yurtimizda to'y, вечерка, faoliyat, idoraning musobaqa degan avjiga chiqqan san'at gulinib o'sha ko'ktalga vaqt ekanda. Maktabda ozroq gitar chalishni o'rganib kelganman. Bundan keyin gitarni chaldik, to'yda birga chaldik, faoliyatda chaldik, ammo lekin gitar bilan bir faoliyatni tugatib bo'lmayotganda. To'xta. Diyansini bir o'rganib baqayman deb. So'ngra diyansini men o'ng tarafdan chalishni aspas biladim. Bundan keyin mening yaqin ag'inaga bor sol tarafdan xashyon qismini o'gitib qo'ysam. O'gitib qo'ydi 3 naqshaga. 3 naqshni ko'paytirib 9 qildim. Shuni bilan bizning kooperativda sen bor ayollar bayramlik faoliyat olgan. Sizga katta faoliyat deb diyansini men tutqizib qo'ydim. Mana 9 naqshani o'qitdim, faoliyat shunda unumli bo'ldi, naqshani o'qiy olgan. To'xta. Men diyansini o'rganay desam, diyansini yo'q chatqanga. Shuning bilan bir boshqa bo'lsam, ba'mitida biz uchoqda kichik o'qitib kelgan so'yma bo'lgan ekan. Shuning bilan bizning uyning endi bir qatim bir o'ltirish oldida, bizning cho'ng bolalar muzikasini akagan men birga turib, 2 soat 2 o'g'anda tugdi. So'ng
Bundan keyin o'sha dansingni uyga akib qo'ymo, bakam yerda boshqa daslab qolamiz. U chaqda o'zingni bilsa, musikalni akaga vaqtda nocha mashinada akib ketgan chaqda dansi yo'q. Biz vaqtda motorga basib, atarga basib, akaga vaqtimiz bo'lgan yezig'i chiqib. O ma'qul deb qo'shildi. Shu kechada uxlamay bir kecha dansing chaqaman. Chaqandan keyin bu onam voy 5 minutda uxlasam olmamdi deb shunda qaqshab ketgan. Ular meni o'tdagi ishtiyaqimga bog'lab shu vaqtda 96-yili 4600 ko'ga 510 markalik Yamaha dansini bergan. O 9600 uçan bizim maaşımız 208 koy. 46 ming hisobga da. Shunda o'ylabsan. Ha, 46 ming. Biz men bir oddiy sayfon ailasiga kelib chiqqan. Bizga nisbatan 4600 ga oz pul emas. To'g'ri. Ajoyib cho'ng qo'llashda bu. Cho'ng qo'llash bo'lgan. Shuning bilan o'ydiganlarni apaganga tushliqman uguni deb, men kech kunduz mashq qilib, masalan yangi chiqqandan so'ng ugunib, undan keyin yangi birini oldik. Toy Türkül'de mi atkan bulduk? Toy Türkül'de 200 koy pul ürtte. Toy koysak, maaşımız 208 koy. Ama ettigen saat 9'dan kes saat 9'da nakşa koydum. Qanday toy o? Qanday toy? Xotan shunda toy olamda. Nima 9'dan keç saat 9'gacha. He. Qanday desanglar, ettigenden başlap usul oynat qaldı yig'ilib turib maydonga. He. Ostida aşağısa qo'nmay turib. Bizga usul diska. Usul diska deb erlijiqqa qo'nyapti emasmi? Voy usulda başlab yigitlar jiq bo'lgan ekan. Shuning bilan ettigandan kechki naqsha o'qiydik, 3-4 naqsha o'qiydik bir to'yda. Ovoz putib, ichilib, mana hozir qadar bizning o'sha yaxshi natijaga erishimiz shu vaqtdagi ash to'ylarda pishgan natija bo'yicha. Ras. Ajoyib pishiribdi-ku, bir to'yda 3-4 degan. Ettigandan 9gacha qancha soat bo'ldi va? Matematika 12 soat bular 9dan 9gacha. Misalan, atgan saat 9'da başlagan bolsaqma, 9'dan 11-12 chap tush tomoqni yotib, tushdan keyin bir chap soat 4-5 ga qiz yo'tkiydi ma'qul. Bunda vaqtma yezir chiqqan to'yilda. O vaqtda dansning ichiga may sog'ilibdi danglar. Mayni selib, ichki bola ko'tarib maqtayni chemot qilmasma. Bizlar har kun ichki pul berganga baqa qo'ymaydi. Uniga qiz yo'tkib, kashk Bazı sen toylar mübarekten başka hamma muzikalar çaldı. Demek hem de mahsumetinlarni qilib bo'lsanglar hem de idoradagi xizmat o qanday xizmatda mesela u yerdan bir kasbni tutdinglar. Ya shu yerda shu ta'minot sud kooperativining bu naqshi muzik ansambliga mas'ul bo'ldinglarmi ya? Endi men shu o'qishib turib kelgandan keyin shu naqshi muzikalar shunda qo'llanib qilayotgandan keyin idoraning ashim sildigandek ma'naviy madaniyatini menga topshirdi. Bu men xalqlik paytda idora jamiyaning musobaqasida birinchilikni olib bersam, tashviqotni qilib bersam, boshqa vaqtda bek izlab kelmaydi. Ozod vaqt edi u. Elik sizlar demak natijalik ish qildi ekansizlar. Birinchilikni olib bersam men qo'ydim endi. Demak shu birinchilikni elish jarayonida shu yer qilgan xizmatinglar bordi demakchi. Bor. Nima xizmat? Misalan keyin Suydaryoga o'tkazdik, masalan idora jamiyatida xor musobaqasi edi. Mesela 50 amaçadan tazip üzem xorluğun ügütüp, Uygur tildeki, devlet tildeki xorluğun ügütüp, dirijörlükünü kıtım aldığı çıkıyor. Su idaresi. Zaten ne kızak yapın deyip yemiş hadi. Biz keçtim idarenin palitovada bir vaktin uzaz bir krep çıkan desem mağul deyip, krep töydikiler. Krep nakşa koyutkan şak fakat xor musabıqsıda. Ben hoşta ekip şak aldığı çıkımda dirijörlük pişketsem, balam bitersem. Ben size bir işki nakşa oqamı gidesem ki, bir müçadanın aldığı çıkıp qağılı gitken kuçkaşan üçtü çıketti. Kızıqarlık dedem be kızık çıktı. Mau. Onu qalqaram qalamaydım dirijörlük ne? Şu ben şu Çinjan'da bildiğim fakat çıkkili bir bizim ataqlı ustaz şu dirijörçüler vardı hem de sizler. Açam çarşını etip aşırız. Ne bunda? Elek bu yan ben egzemez çamen ki. Orundukta mıydı kapırtı tepsiye çıkıp hemen. Göremeye kalmışsın da. Boy kaç adaş? 1 metre 65. Ne oldu o? Qanday bo'lmoqchisizlar? Sizday bo'lsam bu. Hozirroq shu yerda bizda bo'lmasa bo'lmaydi. Bu sho'xliqmi salbiy 15-20 santim ulab ketgan bo'lsa. Sizlarga ish bor. Yilimi xeyli bir yalanni xeyli bir nim qilib ketyapsizlar Adiljon. Xeyli bir ish desangiz aka bir gap esimga kelib qoldi. Mush deylaringizni ko'rgan aka bizjon. Bek ismni qag'ini bir arvida chiqdingiz, 5 yilda chiqdingizmi arvida? Undan keyin mashinami chiqdingiz saniga. O ma akam bo'ladi ekan. Yangiliklarni qilib deb ajoyib yarab ketgan-ku o'sha. Oyroplan bilan chiqdi men yerdan. To'g'ri. Uni qilsa Adil sen qilsa. Aynan dedim-ku ben. Oyroplan qildi bu. Buni jarayon so'zlashga to'g'ri keldi. Nima ish qilsanglar, biz ash xizmat chiqqandan keyin boshda xonim qiziq degan plastinga chiqadi.
Ben ılık diyansını uyangandan keyin to'y turkulni ılık faoliyatni normal uzatgandan keyin xela obdan çaldım dedim qilsam bizim xotanga olsak ma Beijingda ishqilib turib kelgan bo'ladi ularlik jo'shi bolos chatdan muzikalarini vashshi chalib o ben de hech nima o'qimayman ekan balning oldida deb undan keyin bir mazgil shu chatdan muzikalarini o'rgandim biz o'rgandim buni keyin ani o'rganib bo'lgandan keyin undan keyin masalan restoranda ishladik deb oldi ishladik undan keyin boshqalar masalan mayli udar tempi so'lamto muzikani challenge shaklamto ani yaxshi analiz qildik men mening xiyolimda bizning chatdanning ilg'or natijalarini ilg'or tajribalarini o'zimizga maslahchi tepsiga mana Hindistonga o'xshash ular taglarini yorib ochishda tepsiga o'zining taqqudim bor muzikani boshlab chiqadi bir anglab boqdim Hindistonning muzikasiga deb yozgan gap shundan keyin mushu saroy mashrabga qalasanglar faqat muzik ishlaganlar bildi odat mushu dingo bak ding qismlar kompyuterni ishlab qolgan chilingan bas tok gitar sunay sata g'ajak undan keyin mush chilingan barliq milliy muzikalarning hammasi amaliy shu muzik tatliq chiqqaymish edi undan keyin 2002 bu Abaldım xili bilimni ap yaxshi egallashgandim. Undan keyin odatda bir naqshni o'qib, o'zimning puroqlarga ekib o'qiyolib qolayotib qoldim. Undan keyin bizda chalamayotgan bo'ldimi? Unalg'ini chiqartgan zamonda. Xili deyin chiqib to'xtaman, biday chiqib boqaymi deb. Shundan tirishib naqshni loyin qildik, naqshni ishlab xilim qilsak degandayni birinchi qatamda chiqardim. Chiqqaniga uning ta'siri nihoyat yaxshi bo'lib zo'r xan degan naqshni berdi shu vaqtda qo'yning pochiqini tutib uxlab qilib u o'g'inib qolsam qiz o'g'lining pochiqini uxlab komediyalik ishlagan ayni vaqtda motoyda bilaqa pasaliq yo'q tutgan bunda dehqonlar orasiga turmush ilib bunda ishlagan dadanglar shuning bilan 2008-yil kelganda uning oldida yarishkani qaqamiz jonlaqshitib yani bunlar kaçımız işte degan naqshma o naqshim bek mandıça bazadım maqdan ekan to'xtaman bir tirish baqayda 2008 kelganda Qaraqash nomli bir VCD plastikamiz chiqadi DVD manda paydo bo'lgan shu vaqtda masalan shu Xo'ja Abdurvoq So'ysam bulamdi zarlama o bu degan naqshni chiqardik taglar shunda Yevropacha yaxshi chiqdi yaxshi chiqib mush restoran dibal oynashlar bir oynashlar anlaşılmış oldu da. Bu kalsam men yana benim maqsadım mamın neçil içinde özümden yaxşı olan eserler bir Şinjan'ın Tunus arzum baydı. Kök kütəriş arzum var. Doğru. Ben oylagan nişanımı yitem bildim məskən qılsam. Başdan mı? Şunun bularmı şunçiler? Cəryan var dep yazır. Şunun olan toxta Abdullah Akamın naqshini demiş qaqdı. Mömincanın naqshini demiş qaqdı. Abdullah Akamın mesela ölməz naqşı mesela. Mesela Dolan, Sama degan naqshlar mesela ölməz əsərlər üçün yazılgan. Mənim demiş qanday bir işni qılmayma deb o'ylab ben bu 2013-yil bir keçilik qilish maqsadida men shu 2 yil tayyorlik qildim da. Vaqt kompyuterda o'zim muzik ishlashni o'rganib bu jazman gap men analiz qildim bu. Jazman gap biz xalqning ko'ngliga yoqish uchun jazman gap xalq naqshini bo'lash kerak ekan. Undan keyin ma dutatam bo'lgan naqshani bo'lash kerak ekan. Undan keyin masalan DJ shoq naqshini bo'lash kerak ekan. To'g'ri. Undan keyin 80-yillardagi asli xarakter naqshini bo'lishni aks ettirgan asosda 2013-yildagi naqshchilikni qildim. Masalan bayam olgan saroy mashribi. U bektab deb. Undan keyin juvallar. Juvallarmi shu ras. Juvallarmi shu. Undan keyin lirik naqshi masalan baxtlash bola bo'lib yondirgan javobin qini. Lekin bilan maras anglamadim adash. Kechirgunamini. El mangacha anlatib qo'yman. Undan keyin el amrog'im deb ondan keyin men shu vaqtda men ta'ziqana Hindistondagida shu vaqtda 30 qiz bola naqshini keyin turtgan 30 o'g'lon keyin turtgan shu vaqtda ochiq bo'lgan. Undan keyin yana bir yenilik ochiqmasam bo'lmaydi deb shu vaqtda saniga pouchani bina haydab ochiqqan. Shuning bilan bu saniga mashina ochiq bizga beshimiz bir tog' tushdi. Albatta biz butun palampay bo'lgandan keyin bu qanda ochiqga deb o'ylayapman. O'sha ekib ikkidan cho'ng taxtayni ekeldik. Taxtayni ekib mashina ochiq bo'lgandan keyin pouchani tegi pastga emasmi taqishib oldi bu so'g'isqa. Undan keyin 100 dona qish ekib besib oldiga saniga bunda haydab olgan. Hem de belki mushu Adilcan'a gitmeden tatlı aldım. Mushu demek sahnege o maşin çıkış hazır xeyli çoğun bir mushu maxsus sanatga yoki shu numurga munosabat bo'lgan davjilarni chiqishdan biz bek qiynalamiz go. Sanatchilar bil. Men mashinga kelgan vaqtida bu cho'rt portli bali gap qiynalish. Ammo mushuni chiqish orqali mushundaq bir shaklni qo'llanish orqali siz nima maqsad yetmak shu yerda.
Bu san'at degan davomli yangilikqa muhtoj ekan. To'g'ri. Undagi mayli muzika jihatda bo'lsin, naqsh etish uslubi jihatda bo'lsin, uningga masalda kiyim-kechak, masalan, usul davyandan tortib urlashtirilishi, san'atning bizilishi sil deganda bayam davjilar orqali bu boshqalar qilolmaganini biz qila olgan vaqtda bizning belgilik farqimiz o'tgan. To'g'ri. Kechilgan adаш balkim ba'zilar qo'llabmi ko'rish mumkin, yana ba'zilar DVD dedim adashlar keyin Amma mashina chiqini qara deb bo'lsin, yana ko'rdi uchun, shundaymi ya? Bir yerlar haqiqatan qiziqtirish. To'g'ri. Ashdaylar degan Ahmetcan gitar ustozning naqshlari bakchiq. Shu vaqtda qiziqgan deb edi. Bizlar asash xarakterli bo'lgan ekanda, mana qarqashdan Ahmetcan Mamtimi qarqashdan. Ahmetcan gitar shu. Shu boshqalar siz Akukumo familiyangni bir ekan deb so'raydi. Degandan keyin Ahmetcan Mamtin bizning ustoz xarakterli san'atkor. Bu Muş 80-yil 90-yillarda muş gitarda davr bo'lguchlik chelish marti bilan hammalarning cho'nglarning, yoshlarning, kichiklarning hammalarning qalbini cho'nqur o'rnagan. Chunki o akamning ahvolini so'rasam, shu sog'dashib emasmi hozir? Viloyat turadi. Ahmetcan shu yenib kelib kichilik to'sin to'xtamay gitar chap, mashq qilgan to'p. Masalan, nima yangi naqsh chiqdi, uni ijodiyatlarni qilib, bu oram olgan inson bu kichik 20 yoshga tunilib, tunish unda 10 gap emas, to'g'ri. Onun aşo moda olan naqshlarda mesela muhabbet bar naqshamda, saçlarım, sahnedeki ay. Sahnedeki ay qaysi oldu da? Köydümde sen. Bu eşi deyme. Şu vaqtlik bir doğuq çöküleydigan çıraqlar vaqtda da şan. Özden ustabedeki naqshlar o'qigan. La yala kinoning naqshini o'qidi endi sanaqshlar acı tundilanmay. Undan keyin o'zal muqamini gitar bilan bir chag'andikin cho'nglarning muqayligini qo'zg'atdi. Bu çağa vaqtim azmında o qazan challenge şeklinde bu nayt murakkab chapdigan shu vaqtda. Hozir gitarchiligim yo'q yuqori saviyada chatgan. Biroq o'sha gitarchiligim yana bir tavsiyalarim bo'lsa, chatning ilg'or bo'lgan bilimlarni o'rganib bo'lgandan keyin o'zimizning shu muqam, xalq naqshlari bunda jihatga asarlarni o'sha gitar bilan, Yevropa chalg'ular bilan chap, o'sha xalqimizga sunsa, jamiyatga sunsa degan umidim bor. Sizlar bakchayitsizlar vadash gitarni. Sizlarning uslubinglar, shu tutush harakatlaringlar, shu naqshlarni Ahmetjanniki shu ayni vaqtlardagi kuylarni o'rilishinglarni qayta ijro qilishinglarmi bir hisobda shu Ahmetjan gitarga nisbatan bir hurmat bo'lsa, yana birga shuning izini bisvatdan havaskorlar hisoblanadi shundami? Uchamaslik. To'g'ri. Men bayan degan o'qigan naqshlarning hammasini o'qidim emasman. Men plastinkasini ekib qolib Ahmetjanning o'qigan shu vaqtdagi hissiyotni o'z aynaman sengacha. Navotman Ahmetjanning naqshlarimda chap birayni xato chap qolsam, shu davrdagi tang yoshlari xalq naqshi o'sha naqshlab ketildi-da ular. To'g'ri. Skam meni xato chaldingiz. Ahmetjan munda chatdi deb bizga o'zib Chatto. Chatto. Shuni bir nom mesela sendeki aynı okudum ama saçlarını okudum ki MTV'de işlepçe. Mesela muhabbet bar naqshamda ko'zim tushdi, zar bo'ldi degan naqshamni chatni o'qiyotdim. Shu vaqtda chap boshqalar olib Ahmetjan bilan chag'ammi? O'xshatdim ama o deb. Uniki men usulning nimasini mesela Sharafat Rahman 30 yil burun o'ynaganman shu usulga. Mening kechiligimni yana 20 yildan keyin o'ynda sendeki degan naqsha. Aşınınkı məsələt elə, məsələn, bunda çağanmı, məsələn, yerində çögülüşünü nəçə bapaydı, aşını dağıtıp birini sorayım. Çünki biz öməkdə işləyəndikən. Mana mavi bir xil şu naqshlarni qaytada o'qish bir hurmat bo'lsa, yana bir tarafdan hamda. Men dedim hozir Ahmetjan gitar degan san'atkorimiz mening yeshimdagi bolalarga nisbatan notunush. Lekin siz o'qigandan keyin voy bu Ahmetjan gitar degan odamning naqshisi manda naqshlar bor ekan to'xtalib sizni o'qishingiz orqali qaytadan bir tunib Ahmetjan gitarning qanday odamligini umumiy bir izini o'chirib qo'ymaslik bir Ahmetjan shu vaqtda Hindistonning Shangayning kinolari bek modaga emas. Modaga yiliq bir kinolarimiz bor edi. Chashmishada qolib quloqqa salom. Labakulni kishi bu o'ynab qolibdi shu. Yiliq o'yinchilarni ko'tarib olamiz go. Gapni bak deyishib ketdik. Bir o'qapamsimi mashinlar. Bor. Chalamiz, chalamiz. Chasilibdi. Chalay. Chalvatdi. Achavatdi. Ne bak çalay. Çalay. Banda bitti bu neyse. Banda. Yok kadar. Banda başımdan bak çıktı ya. Şak. Zar buldum senin aydek yüzünge. Zar buldum senin huma közünge. Zar buldum senin aydek yüzünge. Zar buldum
senin huma gözünge izlersen buldum adam ben Kilime buldum dünya ben İzlersen buldum adam ben Kilime buldum dünya ben Daroslat kesin Yani çalım ya Katto Koca oğlum da Şikoyla kaçağımız Oy bak keyfine tıkıtmaz. Bila Hey Sen ne yaptın Mika? Ver Ulan Mika O ateski saklayacak. Başına Başını gözüme başını çoğaltın Kettok. Derizandın marayman Ayga karab akşamda Derizandın marayman Ayga karab akşamda Sana köy geç amrığım Muhabbet varın 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 akşamda La 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 Hey Rahman Kanağı veriyor. Acayip acayip Su çıktı dedim. O adaş bu resmi su çıktı dekin nakşık ya. Maşinimiz qarab başka maşinikilarni ko'zdi. O chiqdi ham bo'ldi. Ekran oldidagi do'stlarimiz shu davrlarga qaytdi hozir. Aşında bizning davrlarimiz baga o'tkir. Voy aka. Heves qildim juma qishloqqa. 80'lerde bir qaynoq hissiyat bor. Vashiyada. Yavoylik bir seniki etib tortgan. Ras. Bunday hissiyat bor. Shu 2013-yillik kechilikda mushunaq chiqqanda asli Mamajon bilan Kilang do'stlarni birga o'qitgan bo'lgan. Biroq men muzikaning nochiligini anglam Mamajon chidab turmay, "Bo'ldi, mami chiqqan ishdan salik chiqiblar keldi." Hayajon mana. Keyin birga o'qib qilyapti, qashana noita iliqi chekmoq chiqdi, shundami? Shu. Hozir men aqidishganlar qanday usullarni o'ynayotganini bilmadim. Lekin aldım qaramaydi. Bexatar mashina haydab turmoqdi. Klassdan ketin kirib oldi. Hamroh mashina program ko'rayotganlar lekin usul tushib ketdi menimcha juma. Mashin mushta olib ketib bordi. Lekin men derizlar to'rilishib ketdi. To'rilishib ketdi. O qilyaptinglarmi? O'rgan santiman. Bir san'atkorimizdan mayli u yoq yuqori qatlamlik bo'lsin, tuvan bo'lsin, o'tirdik bo'lsin, bir bir fursati bo'ladi ekan-ku. Bir naqsha odam bir naqsha. Ha, to'g'ri. Aş bir naqshda qolgan naqshani so'rab menga aytgan. To'g'ri. Saray Mashirib bek. Nega soyatki, masalan biz ishkilarga bek o'zimizning davlatimizning go'zal joylari bor ya. Bek chiqparimiz qo'da sizlar borsizlar. Nega basana sizlarning naqshami? Saray Mashib o'ynab ketayotgan. Odatda muzikalarni ishlasam, usul muzika. O'zim o'ynab boqib, zot usul bilamda keladi. Udarni mushulgacha o'ynab boqib ishlayman. Mana bunda yana bor. Shunday sizlarda tushgan odam. Oy, ishqib o'ynab ketamiz. Undan keyin bitki ta'sir qo'zg'andan keyin men ko'nglim yana qanoat hosil qilmayman-da. 2013-yilda o'sha Abdulla akamning qilgan naq maydon naqshchilik menga bek ta'sir qo'zg'adi. O'zinglar bilasizlar, uning oldin biz yo'lda yiqib o'ynayotgan. Chunki o'rtandagi balning turisima, masalan, ichkari bir vaqt tug'an cho'ng ustozlardan cho'ng sab chatlarga chiqqan ballar borcha. O'sha balni tashkil qilib 12 muzikantdan tarkib topgan bir yo'dini qurib, 2016-yilda o'sha Urumchi televiziya stansiyasida naq maydon naqshchilik o'tkazdim. Bunda gap bamiyada. Shuning bilan bu 2 oyga yaqin paylian qildik biz. Chunki biz paylianni eng yuqori talab bilan qildik. Chunki har bir muzikant jazman gap mushu 16 naqshini yodiga bilish kerakcha. CD holatda chala oladigan holatda chiqqan. Chunki biz Xotandan chiqqandan keyin Urumchida eng yuqori saviyada uyon qo'yildi deb bu odillar masalan
dostlar raqobatda bu. Raqobatda bo'lsa to'g'ri. Harakat olmaydi. Ha, Mo'minjonlar ma'lum sen bu bilasab qilolmayotgan bu. Biz asosiyatda masalan zalni sotib oldik, uskuni zo'ladik. 20 necha odamdan kiyib chiqish kirib 5-600 ming pul ketdi bir kechadan o'zgacha. Taş satib topgan pulinglar. Buni ham yo'q qaytarasың, o'tirib so'g'anda. Bunda Prado'ni pulini bir xajvatdik-da. Prado'ni boshqa mashinaga o'tdim hozircha. Mayli, shu, to'g'ri. Shuning bilan biz mushu nahmadan kechilik qilishda 2 oy bek japomni tatdiq, kimshak uyan qo'ydik. Bu naqshlarnimi biz jazman gap mushu milliy muzika uchun kurash qildilar degan ong ideya bo'lg'achqa, buningki 16 naqshning udarlarimi o'xshamaydi. Ondan keyin masalan buningda mush bolos udar bor. Ondan keyin masalan 8 dan 5 udar bor. O'yin o'ynang ha. O'ynang ha. Deb bunda udarlik naqshlar bor. Tojik udarlik naqshlar bor. Ondan keyin samo udarlik naqshi bor. Mush Ahmadjonning tempisdagi naqshlar bor. Yana 8 dan 6 naqshi bor. Eşka bu udar şekil özgüçü boğan, parlap çıkılıp tutkan, bu müzik etedekiler üzerine martın tulup gösterilirken 16 yaşını tallap biz bir keçilik ötküzep bunu tordu takatkan dikin bu bütün Şinjan emasma işkirdimin başka yerdekilerin nahit yaxşı bağırı ben. Belki yaxşı teyarlık kızlar. Yani biz xo'tandi bir bunchak müzik çalaydı qilib bot deb o'ylamagan deb işte degan. Bunun masalan gitarga eng yaxshi o'g'il masalan Asqar Aziz degan bolalar Beijingda necha yil turib Asqar qo'llanganlar bilan müzik chapgan bolalar. Asqar Muxtarimiz o'zingni bilasiz, yaxshi jadiyatchi kompozitor. Onun milliy muzikaning ichida hammasini chalib ko'z tutamdi. Voyaga yetkazib chaldi. Mayli dumboq olmasin, mayli bas gitar olmasin, milliy muzikaning eng yaxshilarini topib bek mashq qildik buncha. Məşq yaxşı bir ünüm görüşdüm. Onundan keyin men yana to'xtab qolmay, men 2000 bayamalıqı təminat kooperativ chiqishdim-go. To'qchilik qilib qolgan. To'qchilik keyin taqa. Voy kamidiqmi yaga? Hozir suvchilikdan o'tkitib bo'ldi. Suvchilik ketmiz hozir. Unda qilishing achchiq og'inamsin-ki. Shu zamonladimi? Haliqi İdare cemiyetinin musabıqası bu. Məni sənət bək güzlənken dikin. Bunda bizə adamlar ətvalıqda şu vaxtca. Hazır. Tız qədimdə qılmaq atısın. Ya. Oy. Mən degəndə miman qılaydı. Bırak keçikib qaldım adaş. Onda deyim anla. Sen olan mənə su idarəsinin bir paliyatılab. Aşağıda şu vaxtımda dövlətildiki naqşında 20-30 naqşı bilittim ben. Bir miman kəpdi ki, əşkərdə həmimiz oxub bəlsəm. Voy bolum, ma balın bügəldə yütkəp açıqanlı idarəqə deyib. Bir gün için resmiyetini yetken o suyu arasında çıkartken. Fırsat bana. Ha fırsat bana. Şunu olan suyu arasında 6 ay işlettim. Ondaki ma deldiğim olsa şu Beijing'den Gojani'ye bağlı adamlık hep. Bu adamı bir müzik çap saldı. Şuna fotoğraf götürüp hep gelsin babalını. Neç pulu üstüne dis apronlar. Da bana şu vakti diyen sana ilgari yeni şansı bir ilk şey şan aparatların en loçlarını apegen. Mana. Şunu olan Tokyo dersi işlep kaldık. Tokyo derste şu 99 yıldan başlayıp iş yıl tuttum iken 2014 yılı işledim. Hem de bu Tokyo dersi işlegendeki yeni şu medeniyet hizmetlerine tecrübeler kıldılar. Maçını kıldım. Ben de başkalar bana ayağa işlegendeki Tokyo olaytkan, Tokyo'da taşıdık da bunda oylap kalan bu da şu iken. Sakka maçta oylaydı bana diyen. Maşinamdan Tokyo'lu Ben ağırlıp çakçakı bakıp binos hep pilos sokmatkan Tokyo bu da. Toğra. Ameliyatı o kestim bir okuş nimi kılış gerek. Bırak 2013 yılı kelgendim buna. 2009 yılı buna bir tane niminin Gondiyan sonu Tok punktunun başlık koyduğum yerden. Şunun olan ben ügünüp bakay bu kesimde toxtu. Kılamayıp kayış yok ya. Ben cazmen gap şu tüelligici birep, dixalının üygici birep. Mesela biz xalqqa yo'qlik yetkazib qo'yish o'rganiga bu yaxshi kasb. Masalan, doktorni o'sha qilib bergandan dixallanishga xushallığını ko'rsangiz o'zingizning qilgan rozi bo'lib qolasiz. Boshqalar aloqa tokchi o bu deb buni aloqa xalqni rozi qilgan yaxshi taraflar bor. Uning bu xatarlik kasb qo'dash birli tepadigan bo'lsa, uni to'ng alg'irasin bayachilni qilib tatitgan o boshlidan tatib, derni ugunib, ash xayatini siz qayishdan boshlab ugungan. Men tirishandim shu vaqtda. Rost, qo'l qo'ydim men jamoatga. Akşam böyle Türk çıkıp bakkan model sormaksızlar. Şu mesela onun da çapkan. Özünler bir küçük oldu. Çamona çıktınız. Çamonla bir nimesi var cuma madıl canım benim. Bunda karanla çaş pasollardan tatip ma. Beşinci kadar çıkan adaş ha.
Çıktılar. İşte kömüdümle de. Bakın ılıkımda Joko desep çıktı mesela olan. Vakt desem. Çıkmak asanken düşmek derdi gördüğünüzde. Çıkıp düşemegen bu da ahvalım var. Şunda işlep ondayken muş Goja devamlı her yılғы çoğun bir paliyet öydü. Mana. Mesela bu Şinjan önce ötküzütkan, İşkir Şibi önce ötküzütkan, bütün Cungu önce ötküzütkan olsa okuydu. Yani yütküldüğü yeken. Ondayken Tokçular Marşı'da bir marş işledim ben. Bizim kaydı tüzümlü, bizim cıngliş tek sıkıp yazdı. Ondayken ben Tokçular Marşı'da bir marş işledim. Bu naydı Cenguar çıkan bir nakşı bu. Şu ondaki 2013 yılın daş geçirlikimde, bu sendet Mekke'de ayallığa, erliği bütün kalpakını giyizip, Tokçuların kimini giyizip, Tokçular Marşı'nda oynayıp çıkansın. Mana. Qalpaq. Mao degan nima deymiz desang, o'tkir mana bu ayni vaqtda Adiljonga non bergan kasblar oshlash uchun so'ydarsi, to'kidarsi. Demak, bugungi kelgan vaqtida Adiljon yana o'zining shu burungi kasbiga hurmat yuzidan ana shu kasbning simosi bilan ijodiyatini chiqarib naytdi alqishlangan, shundaymi? Chunki shu to'kidarsi bo'lgan mening mehr muhabbatim bor. Misalan biz bu ya to'y qilmagan vaqtda bo'lgan, masalan xizmatdoshlarim, menda cho'nglarim bizni qanday odam bo'lishni, qanday odamchilik qilishdan boshlab bizni jiq tarbiyalagan yerlar bor. Undan keyin o bizning idoraning ta'minot mukofotlari yaxshi edi. Misalan, muoshdan sirat yilning oyiga 50-60 ming mukofot berdi. Chorshning kalori berdi bir tuqqan. Ya guruch kiyim kechak, donglik marketing narsani hammasi bir turibdi. Shuni qilgan kichiklardan ha. 5-600 ming deb ko'ndimni deb davatdi uni. 5-600 ming. O kekeken mal genken mal. Bırak 2014 yılı aşında boğan ketki meşre programını ötkezemezsen ötkezgenden keyin bir müzik, usul müzik işletip kaldım mesela 100 bin kadar da işlep verdim önce dikipçe. Bana gap var. Ben keçilikte kıp boğan diken bizim naimizim yok mu ki o mında bir balva mıydı mında kıp diken diken. Sonra bakmanlar göre yötkelişkin makul dese sen de tümek kekip işle söyle. Bu bana kara. Üzeksiz üsü atı da aldık. Sen de tümek yap oldu bu halde. Şunu olan beni kıçıtırıp apıta şu diyeceğim. Sen kıldırıp? Beni çakırtırıptı. Aşın nimden anladılar kıçıtırıp? Kıçıtırıp. Xo'tanchi deb yerlik deb berdi. Şunay. Şunu olan sen bu deli yonsa sizga ansam maaş mukofotlarini yuqorken, men kelsan ziyon tortsa, men mukofot tutgan minasi yo'q. Kelamsa debdi men san'atga o'tda ishtaq bo'lg'achqa, o pulni maaş mukofotini birini qaratib bo'lmay yetkilib kelay. Da menga yo'tilib keldi. Shuningdan keyin Qoraqashnoylik san'at maktabi 2014-yilda boshlab ishlab iqtisodim zo'r daraja chekindi. Undan keyin masalan çoğun eserlerden mesela 19. Qurultayning o'yini aks etib turgan yangi davr demeskin naqshini shu 19. Qurultayning oldida buni ijod qilib keng xalqimizga jamoatchilik sunduq bo'yicha buni Abdulloh Qonishim bendim biyoz taqitib bunun chekilishi 2 milliondan oshdi shu vaqtda. Bunun damalaqi bizning bosh rais Shi Jushininki ismi tilg'amiz unda. Al qalbini yurutkan Kompartiya nur koyaş başucimiz Xi Jinping dana rehber bulgaç baş. Bu naqshning davlat tilidagi ham uyg'ur tilida ayirmaning ko'rsa chiqadi. Chiqqanligimiz davlatimizning taraqqiyoti 19 qurultay ochilgan ko'rinishdan boshlab kirishtirgan ekan bu nihoyatda yaxshi bir bag'ishdi. Undan keyin men o'zsiz tirishib san'at makiyini o'zini to'liq joriy qildi. Qoraqashni ko'ylayotgan masalan davlat tilidagi meylidi mo'yida bir naqshni ishladim. Bu Qoraqashning hozir ko'rinarli naqsh bo'ldi. Masalan boshqa yerda mehmon, masalan Qoraqashga kelgan mehmonning hammasi mush naqshni Qoraqashning butun masalan tekstida Qoraqashning mushu to'si, masalan mahsulotlari, yemak ichmaki, milliy tabobatlar hammasi go'zallik bu naqshning o'zicha. Bu naqsh qildi. Undan keyin o'zliksiz holda bu şu naq meydan keçirib o'tkazib bo'lgandan keyin yangi davr, undan keyin yurgim, kulgina, sochlaring, undan keyin metiz mashhurni ishladim. Metiz mashhurni boshqalardan bayonlaganda farqli qilish uchun 80 dona xalq ishidagi el nag'machilarni bir yig'ib, kiyimlarini bir xil qilib, qadimiy qo'rg'odan bir so'zim Qoraqashda. Qadimiy saqlanib qolgan bir qo'rg'o. O'shaga chiqib, undan keyin bizning ümakdan 30 yaqin usulchini açıp aldığı toğuzub mu şu metiz meşrepin nait ölçemlik olgan kadimi nusxada bir surat gelip oldu.
çoğun çıkan bir eserli oldu. Bu yakından yak çıkan eser. Yakın yak çıkan eser, sen Ponyocan'ı gömmeyen okumaysan. Yok ben sizlerini Ben Ponyocan gördüm. Muş Xotenci gapim bek çıraylı kaldı ma. Şunu bunun ikisini şu bu işi öyle dağılamız ya. Bizim azırak bir buto ditto da bilip olaylı. Xotenci ondaki bu nakşının kimi dövletildiksin tayak oldu. Mesela saray meşebini dövletini oylandığından diken memleketimizki hem millet ma'nisi bunun ma'nisi düşemiyor oynagan bolsa azaylık ma'nisi düşünüp oynayan boldu da. Kinan metiz meşebini tayak oldu. Onundan keyin yana men usulluq narsalığı epim boğaç, hem haqlı yo'q to'g'aç, buni aydan o'sha o'qiydi deb bilgach, mashab o'ynaltimiz yana bir naqshni tayyor. Bu mu yaqindagisi bor? Bu mu yaqindagisi? Buni mi chiqdi ma? Qarqashning cho'ng bozori va dehqon bozori. Aşağıdagi cho'ng karvat sandi bir narsalar butun dehqonlar atrofimizni o'rab turibmi? Billo o'ynag'liq, tepsida osmonda xon paydo turadi. Elib bek o'lchamda chiqqan MTV bu ma. Komediyanlik ham yaxshi chiqqan. Nerede qoldi qo'y. Mush sahkamni mush uchrashishimiz kerak. Mashhuriyat ham meni bilib qolgan. Magazindan chiqib ishni qo'ygan bo'lgan bor. Mashina so'g'rak bu sahkam. Mashinani o'ltirsan kendi kichik chiqib bugun bilmay qashib chiqdim ekansan va mush Xotenci shivida naqshini bekchiq o'qidingiz aka. Biroq biz odatda haliqi men Xotenci gap qilgan bilan biroq men naqsh o'qigan chog'da, xat yozgan chog'da yozgan gap o'rtaq til bo'yicha ashuncha yozimiz emasman. Men ash bir naqshingizni anglagan. Xenim jo'r, yo'q, jo'r. Xenim qizchaqmi? Yo'q, yana bir jo'rlar, nima? Juvalla. Juvallada Xotenci shivis badek his qilaman-ku. Ba? Shu naqshin deyman. Men bilan o'ynayotgandan qasi. Shu maqdek yargan. Shuni ma o'ynaydigan desam ya patmayotganda bu nima ish desamas? O'ynaydigining bash bo'g'im. O'ynatqining. Bo'g'imsanni shivi bilan qisqartgan gap. Ay to'rt bo'g'im kerak ekanda. Mana. Bu nima ish qilsanglar shu vaqtda bizning yerlik aldag'imiz bo'ladimi? Shu alqisir panchab o'qildi ekan. Men bilan o'ynayotganim qasi. Bunda o'qiyotgan naqsh bu. Endi ma gapga bir gap qisir to'g'ri keldi. Misolan xenim qilsaq degan naqsh bor. Ma'lumazin o'tdim men xenim qizchaq. Shostanga atmasmay xenim qizchaq. Bunda o'qildi. Men o'zgartgan. Asab dutat olg'imda Anladım bu xenim qizchoq, gülangdagi qizchoq, xenim qizchoq. Bunda o'qigan naqsh ekan. Uni "Shammisan qarab baxin." Xeliq naqshini isoq qilman. To'g'ri. Ben anında aylık abayqı bunda anlığannikida qo'polroq ya o qizlar qochadiki. Bari shilab ekinimiz maqdi. Isloq qilgan naqshining birini qo'yay, amsa. Amsa qo'yatdim juma. Chelivatdim. Gapni gap qilsa? Gap. Cemuzun aşdal gapni gap qilib. Juvalla. Hey! Chiqadi mashina. Chiqdi deyman. Gelib ketami ya, yura qolsa. Kelajak. Mana kim qaldi? Mana. Bizning darbi bolalar shag'al. Vijan ki kalandı halim etken cuvalla cuvalla Vijan ki kalandı halim etken cuvalla cuvalla Var uyan ne oyna pullu harim etken yugalla yugalla Var uyan ne oyna pullu harim etken yugalla yugalla Bekin kumari nasi, nasi. Başta boydan diye. Bebla oynayıp kasi, kasi. Oy ben. Seklep oynan. Şoklap oynan. Yeşilip oynan. Oylap oynan.